fikrlaysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Uyda birinchi o'yin bari qiyin bo'lishi aniq edi. Har muxlislar futbol sog'ingan. Shunga qaramay endi yaxshi tayyorlandik. Qo'ldan kelgancha muxlislar xursand qilishga harakat qilib. Harakat 100% qildik, mana Xudoga shukr. Muxlislar oldida yuzimiz yorug' bo'lib, g'alabaga erishdik. Keyingi o'yinlarga yana ham kuchliroq tayyorlanib, muxlislar xursand qilishda davom etamiz. Ikkita o'yin, ikkita g'alaba. Guliston jamoasi o'sha Pro Liga yo'llanmasi qo'lga kiritish vazifasi qo'yilgan. Bu yo'ldagi asosiy raqiblar kim deb hisoblaysizlar? Endi hozir futbolda Hindistonda o'ynash biladi-yu. Shunga har o'yin chiqib 100% harakat qilmasa, oddiy eng oxirgi o'rinda ekanman deb yutib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun biz maqsadimiz Super Ligaga qaytish. Shuning uchun har bir o'yinga 100% tayyorlanib chiqib, muxlislar xursand qilib, 3 ochkoga ega bo'lib, zadachani qilish maqsadimiz. Xudo xolasa Super Ligani Guliston olib chiqish. O'sha kelgusida ham birinchi ligada ham o'sha O'zbekiston Kubogiga ham yo'llanma qo'lga kiritdi. Jamoa o'sha shu haqida fikr. Neftchi, Buxoro universitet jamoalaridan tushunasiz. Endi biz ham Leicester ham chiqdi-ku bir anaqada. O'tkir, Lochin, biz ham Xudo xolasa sensatsiya qilishga harakat qilib ko'ramiz. Kim biladi, Neftchini yutib qo'ysak-chi. Rahmat. Klub futbolchilar uchun qurilgan sharoit Juda a'lo. Birinchi liga uchun, Pro Liga uchun ham bu sharoitimiz juda a'lo. Xudo xolasa yana sentral stadionimizga yutsa ham, avvalambor hokim bobomizga katta rahmat. Oybek aka, Jahon aka, homiylarimiz kamchiligi yo'q. Mablag' tarafdan ham, organizatsiya tarafdan ham hammasi zo'r. Xudo xolasa maqsadimizga erishamiz. Hech qanaqa yo'q, problema. keyingi uchrashuvda davom etadi. Rahmat.